Tabriklar, hurmatli teletomoshabinlar. Doira loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Bahor mavsumi san'at va madaniyat olamida bir qancha yangiliklarga, premyeralarga boy bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aynan shov-shuvli xabarlarni, yangiliklarni bizning dasturimizda bilib olishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Yurtimiz kinoteatrlarida yaqindagina premyerasi bo'lib o'tgan Chimildiq kino ijodkorlari Ozarbayjonning Baku shahrida bo'lib qaytishdi. Qardoshlarimiz kino ijodkorlarini o'zgacha mehr bilan qarshi olishdi. Ozarbayjonlik tomoshabinlarga film juda ham yoqdi va ular iliq fikrlar bildirishdi. Bu haqida batafsil ma'lumotni aynan Doira dasturida bilib olasiz. Chimildiq filmi Mening yurtim telekanali Biz Media hamda Xon Films hamkorligida suratga olingan yangi o'zbek kinokomediyasi. Milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan Chimildiq bilan bog'liq bu voqea orqali film ijodkorlari oilaning muqaddasligini, shuningdek, arzimas maishiy mojarolar tufayli oilani barbod qilmaslikni komediya orqali ifodalaydi. Film bugun nafaqat yurtimiz kinoteatrlarida, balki xorijiy mamlakatlarda ham premyera qilinmoqda. Mazkur film ilk marotaba ozarbayjonlik qardoshlarimizga namoyish etildi. Mening yurtim telekanali Biz Media va Xon Films ijodkorlaridan iborat delegatsiya O'zbekistonning Ozarbayjondagi favqulodda va muxtor elchisi tomonidan iliq kutib olindi. Suhbat davomida elchi janoblari film ijodkorlarini yangi muvaffaqiyatli kinokomediya bilan samimiy tabrikladi. Bu go'zal oqshomda O'zbekiston kinematografiyasini hasr olunmuş tadbirda bizimle birga olduğunuz uchun her birinize derin teşekkürümü bildirmek isterdim. Teşekkür. Premyera avvalida Baku shahrida joylashgan kino saroyida ijodkorlar va ozarbayjonlik muxlislar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Anam doğma vatanımsan, aylanamı ko'ngil jandan, Ozarbayjon, Ozarbayjon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Biz uchun qadrdon bo'lgan, qardosh bo'lgan Ozarbayjonliklar juda yaxshi kutib olishdi bolalarni. Aktyorlarimizni, bizning seriallarni ancha ko'rishgan ekan. Juda issiq kutib olishdi. Ozarbayjon xalqiga katta rahmat, borlariga shukr. Hali bu bilan to'xtab qolmoqchi emas biz. Bu filmning muvaffaqiyati birinchi o'rinda yaxshi ssenariyda. Birinchi o'rinda, chunki bu ssenariy, bu g'oya 12 yil oldin biz qilib qo'yganmiz Bekzod Joneyev bilan o'rtog'im. Bu filmni badiiy rahbari komediyani ortiga yashirinib, juda og'riqli jamiyatimizda bu kechayotgan og'riqli nuqtalarga urg'u berishga harakat qildik. Qardoshlarimiz uchun o'zbek serial va filmlari allaqachon sevimli bo'lib ulgurgan ekan. Xususan ular avvaldan efirga uzatilayotgan Nomus serialini ham alohida e'tirof etdilar. Juda ham zo'r qabul qilishdi. To'g'risi men bunaqa kutib oladi deb o'ylamagandim. Bizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishar ekan, bizni sevishar ekan. Endi Nomus seriali juda mashhur bo'lgan ekan bu yerda. Bu kinoni hali endi ko'rishadi. Lekin bizga bo'lgan munosabat, e'tibor juda ham yuqori. Umid qilamanki, Chimildiq filmimiz ham bularga juda ham ma'qul keladi. Bularga albatta roliklar taqdim qilingan, televideniyalardan taqdim qilinyapti. Bularning munosabati hozircha bu filmga nisbatan juda ham yaxshi. Bundan keyingi premyera 16-17 aprel kuni Qozog'istonda bo'ladi va Turkiya davlatida ham, Belorussiya davlatida ham premyera qilish mo'ljallanyapti. Hali rasman o'zbek kinosi birinchi marotaba Ozarbayjon davlatida, qolaversa Qozog'iston davlatida rasman ilk marotaba premyerasi bo'lyapti. Bu o'zbek kinosining yutug'i, O'zbekistonning yutug'i deb o'ylayman men. Tahir azizim. Hech vaqt meni atib ketmayacaksan-ki. Hech vaqt. Asas odur-ki, sen meni bir ömür boyu sevesan. Ömrüm boyu seveceğim. Juda ham yaxshi kutib olindi. Biz kutganimizdan ham ko'ra yaxshiroq kutib olishdi. Suhbatda bo'ldim, bizni seriallarni ko'rishar ekan. Shu sizni u serialingizni ko'rganmiz, bu serialingizni ko'rganmiz deb gapirishdi. Xursand bo'ldik. O'zbek seriallari, o'zbek kinolari mana sekin-sekin chiqishni boshladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Men uchun qiyin epizod bo'lmadi bu filmda. Chunki jamoa zo'rida ham
Shuning uchun umuman qiyinchilik bo'lmadi, mazza qilib ishladik. Shuning uchun o'ylayman, menimcha kino ham juda ham bir yaxshi film chiqqan. Bu filmning muvaffaqiyati men o'ylayman, hali o'zbek filmida bunaqa film bo'lmadi. 6 yoshdan 70 yoshgacha ko'rsa bo'ladigan film deb hisoblayman men bu filmni, chunki komediya ham bor, drama ham bor, har xil janrni ichiga olgan film. Men boşandım. Nihayetki artık azadım. Yani men azadım. Komediya kino Chimildiq kinosining premyerasi hozir Ozarbayjonda ham bo'lyapti. Biz Bakudamiz. Bundan oldin esa birinchi marta Ozarbayjonda Nomus serialimiz ketgan. Hozir ko'pchilik kelsam Bakuda, Ozarbayjonda boshqa davlatda kelib mamla rasmga tushganda men juda ham hayajondaman va hozir Chimildiq kinosining ham premyerasida ozarbayjonliklar juda ham zo'r qabul qilar ekan o'zbek film, o'zbek kino, o'zbek seriallarini. Xursand bo'lib tomosha qilib juda ham yaxshi muxlis bo'lishar ekan. Baku Ozarbayjonga rahmat kattakon deyman. Bizning kinolarimizni, seriallarimizni ko'rayotganlaridan. Shundan so'ng film ijodkorlari qardoshlarimiz bilan birga yangi film premyerasida ishtirok etishdi. Ahamiyatlisi film Ozarbayjon tiliga mohirona tarjima qilingan va dublyaj aktyorlari ham kino qahramonlariga to'g'ri taqsimlangan. Yaqin gelme dedim. Sen ifriti. Ne demek istiyorsan? Ha? Bana yakın gelme. Film seslendirme jarayonida zo'r olan şeyler oldu mu? Yani nasıl geçti film seslendirme jarayonu? Yo'q, dublyaj jarayoni men uchun qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Men avval ham o'zbek seriallarini ovozlashtirish jarayonlarida qatnashganman. Shaxsan Dadaxon Obidovga men avval ham ovoz berganman, ammo unda u jiddiy obrazda edi. Bu safar komediya janrida bo'lgani uchun o'zim ham mazza qilib ishladim. Filmda yashadim desam ham bo'laveradi. Hündür boylu rahmetli kızlardan hoşum gelir. Madır kimi güzelsiz. Ne? Şimdi seni gösteririm. Ozarbayjonlik qardoshlarimiz uchun yangi o'zbek kinokomediyasi premyera qilinmoqda. Mazkur filmning anonsi shahar ko'chalaridagi bannerlarda namoyish etilgan va jarayonlardan ko'rishimiz mumkinki, yangi o'zbek kinokomediyasiga qiziqish bildirganlar soni ham anchagina ko'p. Film qardoshlarimizga Ozarbayjon tilida taqdim etildi. Filmni tarjima qilayotib, nomini o'zgartirmoqchi bo'ldim, ammo o'zgartira olmadim, deydi tarjimon. Filmin tarjimonini yaptım. Men filmni Ozarbayjon tiliga tarjima qildim. Bu jarayonda menga qiyinchilik tug'dirgan sahnalar yoki epizodlar bo'lmadi. Film oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilani qadrlashni o'rgatadi har bir tomoshabinga. Shu sababli ham men Ozarbayjon tilida filmning nomini umumiyroq qilib o'zgartirmoqchi bo'ldim, ammo o'zgartira olmadim. Ssenariyda har bir qahramon, har bir epizod o'z o'rnida yozilganki, hatto filmning nomini o'zgartirsak bo'shliq paydo bo'ladigandek ko'rindi. Dublyaj jarayonining o'rtasida filmni o'z nomicha qoldirishga qaror qildim. Chimildiq filmi milliy qadriyatlarimizni o'z ichiga olgan va oila muqaddasligini ifodalagan komedik janrdagi film. Bugungi kunda mazkur kinoning analogi yo'q. Ya'ni siz filmdagi qahramonlar ular boshdan kechiradigan voqea hodisalarni avval hech qayerda ko'rmagan va eshitmagansiz. Kino har qanday sabablar bo'lmasin, oilani saqlash kerakligini targ'ib etadi. Mazkur film ozarbayjonlik qardoshlarimiz tomonidan ham iliq kutib olindi. Biz ularning fikrlariga qiziqdik. Har tarafli. Filmni tomosha qilib maza qildim. Birinchi marotaba o'zbek filmini tomosha qilishim va bemalol aytishim mumkinki, bundan buyon o'zbek kinosining haqiqiy muxlisiga aylandim. Kino juda ajoyib ishlangan. Oxirgi vaqtlarda ko'rgan komedik janrdagi eng yaxshi filmlarimdan biri desam adashmagan bo'laman. Önce teşekkür ederimki Film juda ajoyib ishlangan. Bilasizmi, bizni nafaqat tilimiz va tariximiz bir-biriga yaqin, balki qadriyatlarimiz ham o'xshash. Kinoning janri komediya, ammo uning zamirida oilaviy munosabatlar, uni asrash va qadrlash masalalari ko'tarilgan. Biz avval ham o'zbek seriallarini ko'rganmiz, ammo o'zbek kinosini birinchi marta tomosha qildik va uni o'zgacha maroq bilan kuzatdik. Biz ijodkorlardan yana shu kabi filmlarni kutib qolamiz albatta. Premyera jarayonlarida kino ijodkorlari Ozarbayjon davlatining mashhur Space kanalining tongi dasturlariga taklif etildi. Qariyb 3 soat davom etgan jonli efir formatidagi dastur davomida muxlislarning telefon qo'ng'irog'i tinmadi va ularning ba'zilari bilan suhbatlashildi. Telefon katta tomoshashimiz bor. Alo. Alo. Bali. Salom To'lik Bey. Salom, sabahsiz. Albatta.
Ben sizin daim izleyiciyim. Teşekkür ederim. Ve hemşe sizin verilişlere bakıram. Bugün ise ben için daha böyle çok güzel bir gün oldu. Çünkü ben orada Namus serialının aktörlerini gördüm. Evvelce bütün konaklarınızı salamlayıram, öz müğənnilərinizi karşısında. Ve bugün çok sevinirim ki onları sizin Space TV'de görürüm. Space televiziyası olarak Space telekanalida oldin ham Nomus deb nomlangan serial efirga uzatilgan edi. Ya'ni Ozarbayjon xalqiga bu ikki aktyorlar juda tanish va sevimli bo'lib ulgurgan. Kecha Chimildiq filmi namoyish etildi va bugun jonli efirimizda ko'ryapmiz, muxlislarning telefon qo'ng'iroqlari to'xtamayapti. Bu albatta boshlanishi bo'lsin. Film ijodkorlariga omad tilaymiz va yangi kinokomediya bilan tabriklaymiz. serialı gelir ve Shuningdek, ko'rsatuv davomida ijodkorlar Ozarbayjon va O'zbekiston xalq artisti Gulyanoq Mamedova hamda taniqli xonanda Uzayr Mehdizoda bilan telefon orqali muloqotda bo'ldilar. bir tane alo denen, alo de. Alo. Assalomu alaykum. Salom. Uzayr Mehdizade. Siz bilan gaplashganimdan juda ham xursandman. Men sizni yaxshi ko'raman, ashulalaringiz menga yoqadi. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ben de şad oldum. Var ol Üzeyir, çok sağ ol. Gülyana Hanım, her vaktiniz hayır olsun. Her vaktiniz hayır olsun Əzizim Tarık Bey, sizi, sizin qonaqlarınızı ve bütün tamaşaçılarınızı ürəkdən salamlayıyorum. Ses verin. Necəsiniz? Gülyana Hanım, Aycan. ben istəyirəm Özbekistan'dan gelen kardeşlerimizi, bacımızı Özbek dilinde salamlamalı bilirsiniz. Çünkü benim verişimde Üzeyir'le olanda Özbek dilinde güzel bir çıkış elədiniz. Eynisini bugün sizden gözləyirik. Azərbaycan xalqı namidan Özbekistandan gələn mehmanlarımız üçün xalqdan salamlayman. Ko'rsatuvdan so'ng film ijodkorlari va Space telekanali xodimlari bilan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda telekanal rahbariyati film ijodkorlarini yangi muvaffaqiyatli kinokomediya bilan tabriklab, ko'plab muxlislarning ko'nglidan joy olishiga ishonch bildirdi. Shuningdek, film ijodkorlari Ozarbayjonda qad rostlayotgan yangi binolar bilan tanishdi. Maqsad kelgusida hamkorlikda olinishi mumkin bo'lgan filmlar va seriallar uchun mos keladigan tasvir obyektlarini ko'rish, aniqlash. Çok sağ ol. Boş. Kadınlara karşı şiddet gece yolda koşun geldi. Kadına el kaldırsanız kanun karşısında cevap vereceksiniz. Umuman olganda o'zbek kinokomediyasi bugun xorijiy davlatlarda ham o'z muxlislariga ega bo'lmoqda. Ko'rib turganingizdek biz xalqlar do'stligi saroyiga keldik, chunki bir necha daqiqalardan so'ng ozarbayjonlik xonanda Roza Zargarlining konsert dasturi boshlanadi. Hit-paradlarning eng yuqori cho'qqilaridan joy egallagan Istadim qo'shig'ini muxlislari juda ham ko'p. Hozir birgalikda konsert jarayonini tomosha qilamiz. Ko'rib turibsiz, zal muxlislar bilan to'la. Bir necha soniyalardan so'ng Roza Zargarlini aynan sahnada ko'rishingiz mumkin. Ozarbayjonlik xonanda Roza Zargarlining konsert dasturi taassurotlarga boy va hech qanday chegaralarsiz muxlislar bilan jonli muloqotda o'tdi. Sahna va tomosha zali bilan chinakam ijodiy ko'prik bog'landikim, kecha unutilmas jarayonlarga boy bo'ldi. Я в вашем лице благодарю вчерашнего зрителя, покорного, верного, любимого. Даже некоторые написали, что сегодня мы повторно покупаем билеты здесь. Я благодарю вас за это, потому что это очень круто для артиста. Бессонная ночь ради вас, она стоит этого, потому что я вас люблю. Konsert paytidagi tig'iz jarayonda muxlislar fikrini eshitishga vaqt topish qiyin albatta. Ammo xonanda aynan bizning yurtdoshlarimizga va davlatimizga bo'lgan cheksiz mehrini shu orqali namoyon eta oldi. Muxlislar bundan xursand bo'lishdi. Hammaga yaqin inson ekandek, o'zini qanaqa Xonanda muxlislar e'tibori va e'tirofidan shu qadar ilhomlandiki, hatto konsert dasturi ssenariy rejasini butunlay o'zgartirib yubordi. Ammo bu kabi holatlar, ya'ni ssenariydan chetga chiqish, ko'plab ijodkorlar faoliyatida kuzatiladi. Ozarbayjon xalq artisti. O'zbekiston xalq artisti. Butun dunyo. Aslida mana shu erkin improvizatsiya sahnada chinakam ijodiy muhitni paydo qiladi. Xonanda konsert so'ngida sahnadan turib 2 kunlik dastur uning uchun juda maroqli va mazmunli o'tganini,
O'zbek tomoshabinlarining san'atsevarligi va mehribonligi, ochiq ko'ngilligi, samimiyligini alohida ta'kidlab, yurtimizga bo'lgan cheksiz hurmati va muhabbatini izhor etdi. Ташкент – самый гостеприимный город. Узбекистан, я вас люблю. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin. Etrini duysaydın bir. Hayatımı zamanımı yüreğimin açarını sana verdim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin. Etrini duysaydın bir. Gözlerin yollarındayken sen gah görünüp gah değderken sevildiğini bilmey bize varken solacak rozan sen ona çatarken bir hayatımız var ona nece kıyma olar. Sana ruhunu veren adamı nece kırma olar. Hisleri suskun olup yaşamalılar. Dokunmadan aşıkını nece sevmiyorlar. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin. Etrini duysaydın bir. Hayatımı zamanımı yüreğimin açarını sana verdim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin. Etrini duysaydın bir. Navbatdagi sahifamizda esa 30 yillik faoliyat, yuzlab qo'shiqlar, minglab muxlislarning qalbidan joy egallagan O'zbekistonning eng zo'r xonandalaridan biri xalqimizning suyukli xonandasi Xurshid Rasulovning konsertidan reportaj. Doira dasturini kuzatib boring, mening yurtimdan uzoqlashmang. Mana, va'daga binoan konsert dasturidan bir kun avval biz ustoz san'atkor Xurshid Rasulovning ikki og'iz fikrlarini olish uchun yetib keldik. Sahnada jarayon qizg'in, hamma o'z ishi bilan band. Bir tomonda dekoratorlar, bir tomonda sahna ustalari, bir tomonda sozandalar tayyorgarlik bilan band. Oldinda 4 kunlik konsert, jonli ijro, xonanda repertuaridan o'rin olgan eng sara qo'shiqlar kuylanadi. Sir emas, konsert bu muxlislar oldidagi katta imtihon, mas'uliyat demakdir. Bunday payt har qanday ijodkor hayajonlanadi albatta. Ammo shunday bo'lsa-da biz xonandaning fikrini eshitmasak bo'lmasdi. Har bir konsert menimcha hayajonli bo'ladi, chunki muxlislarni oldiga chiqishdi o'zi har kungi o'zi odatimiz, o'zi shunday ham hayajon bosadi, chunki muxlislar qanaqa qilib ko'nglini olish kerak, nima qilsa bizdan rozi bo'lib, xursand bo'lib ketishadi degan fikr miyada har doim yuradi. Endi bu konsertniki shunday ham qiyin, chunki 5000 ga yaqin muxlis kiradi va bularga hisobot berishni o'ylanasiz baribir. Tayyorgarlik jarayonidan-chi ko'nglingiz to'layaptimi hozircha?
Yo'q, endi ko'nglim to'ldi desangiz, menimcha to'g'ri ham kelmasa kerak. Men hech qaysi konsertimdan unaqa ko'nglim to'lmagan. Qachonki muxlislar mazza qilsa, o'shani konsert o'tgandan keyin muxlislarning olqishini va mazza qilib ketib rahmat deganini eshitganimda, demak bekorga harakat qilmabmiz ekan deb o'zimga o'zim xursand bo'laman. Ungacha baribir konsert o'tguncha baribir xohlaymanmi, xohlamaymanmi, hayajon bo'ladi menda. Xonandaning barcha qo'shiqlari xalqimiz ko'nglidan joy olgan. Yana bir jihati Xurshid Rasulovning qo'shiqlari yosh va auditoriya tanlamaydi. Barchaga birdek yoqadi. Eng muhimi esa xonandaning ijro mahorati, o'ziga xos uslubi. O'zim guvohi bo'lganim Tojikistondan mehmonlar kelishyapti. Bir guruh mehmonlar aynan sizning konsertingiz uchun. Nafaqat Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Qoraqalpog'iston juda ham ko'p sizning muxlislaringiz dunyo bo'ylab desa mubolag'a bo'lmaydi, chunki yaqinda bir video ko'rib qoldim. Rossiyada ham muxlislaringiz uchun juda ham katta konsert o'tkazib keldingiz. Adashmasam, bir necha yil bo'lib qoldi unga ham. Yo'q, nafaqat Rossiyada, butun dunyo bo'ylab ham yurib desak ham bo'ladi. Oxirgi borib kelganimiz Amerikaga bordik. Amerika, endi Rossiyaga juda ko'p borganman. Endi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston endi men uchun xuddi O'zbekistonda yurgandek yuraman. Sababi endi unday olib qaraganingizda O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston nomi bor. Asli bitta biz hammamiz deb o'ylayman. Chunki to'yimiz ham, dinimiz ham, hamma narsamiz bir-birimizga o'xshaydi. Endi bularni kelishini o'zim ham xohlardim, mana kelishyapti deyapsiz. Bundan nihoyatda xursandman kelishayotganidan. O'zi odatda san'atkorlarni biroz o'sha yoshlari ulug' san'atkorlarni albatta ularning muxlislari ham yoshlarga mos bo'ladi-da, yoshi ulug' bo'ladi. Lekin negadir sizning qo'shiqlaringizning muxlislari 7 yoshdan 70 yoshgacha desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi har bir san'atkorning orzusi-da, baribir 7 yoshdan 70 yoshgacha muxlis bo'lishini. Masalan, ustoz san'atkorlarga biz ham muxlis bo'lganmiz, bir paytlar yoshlik paytlarimizda ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini eshitib shularga o'xshasam deb orzu qilganmiz. Balkim o'sha orzular ro'yobga chiqayotgandir, balkim. Yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, siz eng sodiq shogirdlar qatoriga kirasiz. Ustozingizni yaxshi ko'rdingizmi? Albatta harakat qilasiz o'sha insonni o'sha qalbidan joy olishga. Shunaqa bo'lgan ekanda bir davrda. Sherali Jo'rayev ustozni birinchi o'sha yonlarida o'tirganimda adashmasam 14-15 yosh bo'lganman. Bitta stolda o'tirganman. Keyin bir shunday vaqtlar bo'ldiki, oxiratlar obod bo'lsin insonni bitta tovoqdan ham osh yeyishga muyassar bo'lib va farzandlaridek bu qolganman deb o'ylayman. Bir paytlar yonlarida bittalik farzandlaridek, meni otam yoshligimizda o'tib ketganlar o'sha otamdek hurmat qilardim da odamni. O'zim ham sizning qo'shiqlaringizni sevib tinglayman. Haligacha yoshlik bizni tashlab ketadi. Bu trenddan deylik, tushgani yo'q. Endi trenddan tushmasligini sababi ham endi yoshlik inson zoti borki, hammani tashlab ketadi-da. Yoshlikni eslamaydigan menimcha inson bo'lmasa kerak. Har bir inson bolalikka qaytgisi keladi-yu, baribir. Hali yaqinda bir nimadir qaytadir bir eshitib qoldim-da, hali bolalikka qaytsangiz nima qilardingiz deyapti bittasi. Keyin bolalikka qaytsam ota-onam bilan parkka borardim deyapti-da. Juda hali bir oddiy va hamma xohlaydigan. Bolalikka qaytsam, men ham xuddi shunday qilardim, ota-onamni bag'rida erkalab, dadam bilan maza qilardim. Onam yosh bo'lardilar, mana hozir onam sal qarib qoldilar. Lekin nima qilardim? Shular bilan maza qilib yana bolalikni qanday bo'lsa o'shanday o'tkazardim-da. O'sha necha yoshingizgacha davom etgan eng shirin davringiz. Chunki bilaman juda erta yuk olgansiz-da yelkangizga. 17 yoshimda 18 ga ozgina qolganda o'shanda otam o'tganlar. O'shanda bolalik tugab qo'ya qolganman bilan. Sababi endi otamdan keyin oilada endi katta aytishadi-yu, bosh farzand ota yo'lli deganda, shu oila uchun oila bilan birga mehnat qilib ro'zg'or mayli o'zini yo'liga, lekin bolalik tugaganda. Sardorbek ham shu yerdalar, adashmasam ular bilan ham birozdan so'ng suhbatlashamiz. Aytingchi, Sardorbek kuylayotgan qo'shiqlarni qanchalik tekshirasiz yoki mana shu qo'shiqni kuylaysan degan bir qat'iyan gaplaringiz bo'lganmi? Ota sifatida oilada mana uni qilasan deyishim mumkin.
lekin san'atda mana shu ishni qilasan deb deyolmayman, chunki har bir insonda o'zini fikri va o'zini qiziqishi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Unda u faqat meni aytganim bilan ijod qilayotgan bo'lsa, menimcha san'atkor va ijodkor deb bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Konsert dasturida boshlovchining o'rni ham muhim albatta. Xonandaning qo'shiqlarini ijodiy tomoshabinga chiroyli taqdim etishda boshlovchining o'rni beqiyos. Xurshid Rasulov bu vazifani hech ikkilanmasdan o'z ishining professionali bo'lgan sevimli aktrisa Dilnoza Kubayevaga ishonib topshirdilar va bu bizningcha ham eng to'g'ri tanlov edi. Yuzlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yuzlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Uy egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj, yoshlik bizni tashlab ketadi. Uy egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik, yoshlik bizni tashlab ketadi. Chindan Xurshid Bey akani xursandchiligiga sherikman, chunki to'g'risini aytish kerak, bunaqa chiroyli san'at saroylariga, bunaqa chiroyli tantanalarga, imtihonlarga, diydorlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Biz ancha yillardan oldin Xurshid Bey aka Rasulov bilan ijodiy hamkorlikni boshlab yuborganmiz, lekin orada necha marotabadir uzilish bo'lib qoldi. Hamma konsertlari zo'r o'tadi. Nimada Amerikaga borganimizda, shu Amerikada bir narsani sizni so'rashdi. Bu muxlislarda sababi nimaga Dilnoza Kubayeva oxirgi paytda konsertingizni olib borishmayapti deb menga savol berishdi-da muxlislar. Keyin men kallam qotib qoldi-da, dedim. Ha, bo'pti dedim, hozir dedim, endi mana bo'lmasa dedim, hozir intervyu qilyapsizmi? Ha deyishdi. Bo'lmasa Dilnoza Kubayeva eshiting, Amerikadan sizning muxlislaringiz dedim. Bizni konsertimizda qatnashishingizni xohlashyapti dedim. Shu hozir internetda, YouTube'da turibdi. O'sha fevral oyida intervyuda, shu endi xudo xolasa o'zingiz mana aytib qo'yasiz, Amerikadagi muxlislar bular sizni konsertimizga kelib ko'rishmasa ham, lekin shu internet orqali kuzatishar ekanda, shu birga konsertimizda qatnashishlarini. Bu juda ham katta baxtda, dunyoni turli nuqtalarida sizni yaxshi ko'radigan insonlar bor. Bizni sog'inadigan, san'atimizni qadrlaydigan vatandoshlarimiz bor. Borligiga shukr deymiz ularni. Xurshid Bey akani qo'shiqlaridan yayrab, kaminani ham unutmaganlaringiz uchun rahmat. Xurshid Bey aka, sizni gaplaringizni inobatga olib, hurmat bilan o'sha zahoti menga aloqaga chiqdilar. Va mana shu konsert bo'lishi xabarini eshitib juda ham xursand bo'ldim. Hozirgi bo'layotgan suhbatlar, ishoning, menga yana ham mas'uliyat ortyapti, chunki ertaga sahnaga chiqishim kerak. Aynan ustozni tinglayotgan auditoriya 7 yoshdan 70 yoshgacha tashkil qiladi. Buni o'zim ham e'tibor berdim, chunki o'zim ham eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan biri Yoshlik bizni tashlab ketadi. Bu o'zgacha qo'shiqda. Ularni o'sha so'zni chertish odatlari menga yoqadi-da, bu hamma ijodkorga ham berilmagan. Shunday. To'g'ri ta'kidladingiz. So'zni tanlay bilish kerak. Buning uchun ham did bo'lish kerak insonda. Buning uchun xalqqa bolasi bo'lishingiz kerak. Buning uchun sizda samimiyat, hokisorlik bo'lish kerak, kichikfellik bo'lish kerak. Azam Mahmuddan, shoirlarimizdan juda yaxshi she'rlardan foydalanadilar. Keyin o'sha qo'shiqlarni chiroyli qilib yetkazishni ham biladilar. O'sha faqat jonli ijroda ishlaydilar-da, yetkazishni ham o'zini yo'llari bor, san'ati bor-da.
keyin yana bir fikrlarini inobatga olish kerak. Men fonogramma kuylashga uyalaman. Men insonlarni alday olmayman dedilarda. Qarang, qanaqa hokisor. Bu tarbiya, bu oiladagi insonlarni hokisorligidan. Keyin yana bilasizmi, tomoshabinlarimizni mulkiga aylanib qolganini his qilaman. Har safar davra olib borganimda jo'r bo'lib kuylashadi. Mana bu ovoz kuchaytirgichi tutishlari shart emas. Birga to'lg'onib, chayqalib o'tirishadi. So'zlarini yoddan bilishadi. O'zbegimni eng nima deydi, asl insonlarni ko'raman. Jaydari, mehnatkash, yolg'onni ye harfi ham yo'q odamlarni ko'raman. O'sha konsert o'zi vodiycha bo'ladi, tabiiy bo'ladi deyshadi. Mana siz ko'p guvohi bo'lgansiz bu narsaga. O'sha eng shirin, eng maza joyi qayerida? Maza joyimi? Haligi dvorishadi-da, ya'ni biron bir qo'shiqlari boshlansa, qitashadi. Biz xuddi shu qo'shig'i shu joyda kutgandik-ku degandek bo'ladi. Bir kun ajoyib voqea bo'ldi-da. Bitta odam keldi-da, gul dastasini ozgina ikkilangan kishi bo'lib menga berdilar-da. Keyin men rostdan aytdim, kinoyasiz, hazilsiz aytdim. Xurshidbek aka, rozi bo'ling desam, o'sha yerda kulgi ko'tarilib ketdi-da. Chunki hamma narsani rozi-rizolik bilan olish xohlaymiz. Dilnoz opa, sizni mana shu fishkangiz desam bo'ladi-da, kutilmaganda, lekin tabiiy gapirib qo'yasiz. Atayin qilmayman, ishoning. Bo'lib turadi, lekin o'sha safar atayin qilmagan edim. Xurshid Rasulov tabiatan o'ta vazmin, kamtar. Biz hatto bugun ham ustoz san'atkorda u qadar hayajon sezmadik. Ehtimol bu uzoq yillik tajriba yoki yonimda Sardordek o'g'lim bor, nima g'amim bor deya barcha tashkiliy masalalarni ham shogirdi, ham farzandi Sardorbek Rasulovga ishonib topshirganlaridadir. Assalomu alaykum Sardorbek, sizni birozgina chalg'itamiz. Chunki bilaman, hamma mas'uliyat sizni bo'yningizda. Hozir ustoz ham ta'kidlab o'tib ketdilar. Hamma ishni, vazifani o'zingiz bo'yningizga tashlab ketdi. Ham o'g'il, ham shogird sifatida o'z vazifamizni bajaryapmiz. Ham tajriba, ham men uchun baxt. Bu otasini oldida chiqish har bitta san'atkor uchun baxt bo'lsa kerak. Ota uchun ham, farzand uchun ham. Albatta, va siz eng ishongan shogirdlar qatoriga kirasiz. Yana boshqa shogirdlar bor, bilamiz. O'g'il sifatida otangizni qizg'anish hissi bo'ladimi? Endi qizg'anish hissi bo'lmaydi. Endi dadam o'zlari haligi bir qanaqa desa bo'ladi, mas'uliyatli odam, qattiq qo'l desak noto'g'ri bo'ladi. Mas'uliyatli, o'zlari ham mas'uliyatli insonlar. Keyin masalan boshqalardan ham shuni talab qiladilar. Endi shogirdlarniki bilan masalan meni xizmatim farqi ko'p so'rashadi. Endi shogirdlaringiz bilan sizni masalan bir mehnatingizdagi farq deyshadi. Farq shu manfaat yo'qligida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Manfaatsiz. Boya ustoz bilan gaplashganimda Sardorbek ularni aynan kamtarliklarini yana bir bor amin bo'ldimda, o'zlarini baribir tortib turishlari, kamtarliklari baribir o'zgacha. Yoshliklarichi, mana siz bolalik davringizda o'sha otangizni eng gullagan yoshlik davrlarini ko'rgan insonsiz. Oilada qanaqalar? Oilada o'sha qattiq qo'l demaymiz-ku, farzandlarga munosabatlari qanaqa bo'lgan? Endi bolaligimiz bizniki juda chiroyli o'tgan. Buning uchun otamga kattakon rahmat aytaman, bir chiroyli bolalik uchun. Ularni inshaalloh nima deymiz, qariliklarda o'sha bizga bolalikda qanaqa mehribon bo'lgan bo'lsalar, biz ham qaytarish nasib qilsin ilohim. Mehribon ota bo'lganlar. Endi kam ko'rganmiz, sabab o'sha xalq xizmatlarida yurganlar, haftalab ko'rmagan kunlarimiz ham bo'lgan. Lekin nima desak bo'ladi, ota sifatida mard ota bo'lganlar, hozir ham mardlar. Mardliklarini bittasini sanab o'ting. Endi eslaydigan bo'lsak, hozir men esga tushdi, o'sha PlayStation degan o'yin bo'lardi. Yosh bo'lganmiz, bir kun kechki payt soat 11 dan PlayStationda o'tirsam, orqamdan mana qilib nima qildilar. Qochdimda, uni qarasam dadamlar keyin yurgiga ketdi dedilar. Keyin ertasiga olib borib o'sha PlayStation olib berdilar. Birinchi qo'shiq azizlarimni spiskada yo'q. U qanday qo'shiq u? Konsertda ishlar ekansiz, tomoshabinlarning qiyqirig'iga, chapani tovushlariga, kutilmaganda guldasta berib qolishlariga, hamma narsaga tayyor turadigan bo'lib qoldim. O'sha zavqni, o'sha qiyqiriqlarni boshqa konsertlarda ham qidiradigan bo'lib qoldim, lekin topa olmadim, ishoning. Shunaqa bir o'g'illarni ham bilamiz, ko'rganmiz, otasini qo'shig'ini hech kimga bermaydi.
Ya endi qanaqa desak bo'ladi, bu ham merosda. Endi har bitta insonda haligi kimdandir otasidan uy meros qoladi. Kimdadir avtomobil meros qoladi. Bizda shu qo'shiq meros. Lekin Sardorbek, dadangiz ham ta'kidlaganlar, qo'shiq xalqniki. Qo'shiq xalqniki, endi buzmasdan ijro qilish kerak, baribir so'rash kerak. Masalan, o'zimiz ham, meni o'zim ham bir ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini ijro qiladigan bo'lsam, ismlarini, shoirlarini aytib turib, ularning haqlariga bir hurmat bajo keltirib turib, o'sha kimnikiligini aytish kerak baribir. Qo'shiqlarini qizg'anish hissi ham bormi aynan sizdan? Bo'ladi, chunki har bitta qo'shiqlari o'zlarining farzandlari deydi. Nechta qo'shiqlari bo'lsa, 300 dan ortiqdan hozirgi kunda o'shalarni ham masalan men ham ijro qiladigan bo'lsam, avvalo ularga bo'lgan hurmat bilan ijro qilaman. Birinchisi, undan keyingisi o'sha bir qo'shiqlarni boshqatdan masalan klip qiladigan yoki yangicha yo'nalishda kuylaydigan bo'lsam ham buzmasdan o'zlarining ruxsatlari bilan keyin kuylayman. Shu menga ham aytadilar, boshqani qo'shig'ini kuylaydigan bo'lsang ham buzmagin. Hech qaysi joyiga ortiqcha bir nola qo'shib nima qilmagin. Bo'lmasa tegmay qo'yaver, undan o'zing qo'shiq qilgin deydilar. Boya ustozdan so'raganimda Sardorbek, ularni hech tanqid qilasizmi? Qaysi qo'shiqlar sizga yoqmagan desam, ochiq ayta olmadilar. Yo endi Bo'lganmi shunaqa tanqid qilgan qo'shiqlari aynan sizning ijodingizda? Mana bunaqa narsa bo'ladi. Ustoz odamga, masalan, dadamga meni qo'shiqlarim qanaqa desangiz bo'ladi, baribir mazza qilishlari qiyin. Sabab professional ijodkor, professional qo'shiqchi. Masalan, ustozlar shogirdiga mazza qilish qiyinroq bo'ladi. Ular nimaga mazza qiladi? Shu muxlislarning fikriga. Muxlislarimiz masalan men haqimda bir chiroyli kommentariyalarda orqamdan haligi har bitta ota farzandining orqasidan yaxshi gap eshitsa, shunisiga mazza qiladi. Va fikringizga qo'shilaman. Juda ham ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzataman. Aynan sizni otangizga o'xshatishadi. Ijodingizni, o'sha hattoki xatti-harakatingiz ham o'xshab ketgan deyshadi. O'sha menda o'zlari aytadilar. Masalan, yoshligimdan ovozingni o'xshatmagan o'g'lim deydilar. Har bitta inson chunki o'zini qalbi, o'zini yuragi bor. Endi qondan majburiy o'xshaydi. O'xshab qolgan. O'xshasin. O'xshasin. Adashmasam ukangiz ham aynan san'atkor bo'lishni istaganlar, lekin nimagadir boshqa sohaga ketdi. Yo'q, o'sha 4-sinfgacha shu Gilerda o'qiganim kam. Keyin o'shanda aytganlar, endi yomon san'atkor xalqimizga chiqargandan chiqarmay qo'yaveraylik o'g'lim. Shunaqa deganmilar. Ko'ngillariga tegib qo'ymaganmi? Ukangiz ismlari nima edi? Dostonbek. Dostonbek, o'ylaymanki xafa bo'lmagansiz. Qo'shiqni yaxshi yomonligini yillar aniqlab beradi o'zi. Masalan, endi aytadigan bo'lsak, Oxunjon Madaliyev qo'shiqlarini ham ko'pchilik kuylashdi buzib. Lekin hozir ham odamlar Oxunjon Madaliyevnikini eshitishyapti. Masalan, yoshligimga qaytgim keladi, qo'shig'ini ham bir dadam o'zlari ham eshitdilar, bir 10-15 xil uslubda qildi. Lekin originali baribir qoladi. Lekin hamma o'sha qidirish tugmasiga Xurshid Rasulov deb yozishadi. Shunaqa, baribir hamma narsani originali qoladi. O'sha originalga intilaverish kerak. Kimlarni e'tirof eta olasiz bugungi kundagi eng zo'r yoshlarbob san'atkor? Shohjahon Jo'rayev. Jonli ijro. 100% jonli ijro, mukammal ijro, buzilmagan ota o'g'il deydi. Yuzlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yuzlaring gul, so'zlaring asal, go'zal bo'lgin bir go'zal. Shunaqa bir inson topdingizmi, bormi yoningizda tirgak bo'lib beradigan do'st? Hali aytadi, "Sen menga do'stingni aytgin, men sana kimligini aytib beraman" deganda, o'zimga o'xshagan do'stlarim ko'p. Kim san'atkorlar ichida bittasini ayting? San'atkorlardan endi masalan, endi bir narsani to'g'risini ham aytish kerak, yoshligimdan
bir sinfda, bir maktabda o'qigan Tohir Mahkamov. Baribir qiyomatli do'stim. Tohir aka Mahkamov sizni sinfdoshim. Ha, biz bitta partada o'tirganmiz, birga bitta ko'rpada katta bo'lganmiz. Hamma do'stlarimdan ham ulug'roq bo'lsa kerak deyman, chunki aqlimizni birga taniganmiz. Vatandoshlarimizga tilaklarim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, kasal bo'lishmasin, yurtimizda tinchlik bo'lsin, dunyoda tinchlik bo'lsin, kasallarimiz sog' bo'lishsin, tuzalishsin. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasiga Parvardigor bekami ko'z qilib, behisob qilib yetkazsin. Ustoz san'atkorga esa kelgusi ijodiy faoliyatida yanada kuch-quvvat va muvaffaqiyat tilab qolamiz. Siz esa mening yurtimni kuzatishda davom eting. Show biznes olamidagi qaynoq yangiliklar va jarayonlar faqat bizda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan san'at doirasidagi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.